mana bu kommentariyada o'zing yomonsan aslida deb yozibdilar. Mayli, yomonmanmi, yaxshimanmi, buni Alloh biladi. Xullas, sizlarga hozir bir voqeani aytib bermoqchiman. Bir qiz, 19 yoshli qiz, kelin bo'libdi bir xonadonga. Kelin bo'lishdan oldin bu sovchilar rosa qatnabdi. Yigit ham qizni yaxshi ko'raman debdi. Shu qizdan boshqasiga uylanmayman sattor deb uylanibdi. To'y o'tgach bilsa, qaynonasi tish tirnog'i bilan qarshi ekan. Qaynonasi esa men seni kelin qilmoqchi emasdim aslida. O'g'lim uylanaman deb turib olgani uchun olib berdim. Kelin yosh, tushunmabdi, nimaga bunaqa qilyaptilar qaynonasi. Hattoki gap qaytarmagan, so'ramagan, chunki yosh bo'lgani uchun juda ham qo'rqib qolgan ekan. Qaynonasini ko'rsa qaltirab qolar ekan. Vaqt o'tib, kelin homilador bo'libdi. Qaynona sani bolang tug'ilishi kerak emas, o'lish kerak, tushsin deb og'ir ishlarni qizga qildiribdi. Oyijon, bu og'ir ishlarni qildiryapsiz, bolam tushib qolmasin desa, tushsin shu bolang, tushishini xohlayman. Sen meni uy joyimga ega chiqib olmoqchimisan? O'g'limni senga berib qo'ymayman debdi. U ochiqchasiga o'g'lini qizg'anar ekan. Kechqurun 1-2 gacha men bilan yotgin bolam, men seni sog'indim deb, kasalman deb yonida olib yotar ekan. Shunaqa holatda ham kelin chidab yashaveribdi. Qaynonasi har kuni kelinni kamsitar ekan, ota-onasi urg'oymog'i qolmas ekan. Shunda ham qiz chidab yashaveribdi. Oradan vaqt o'tibdi, kelinni ko'zi yorib, farzandli bo'libdi. Endi mana nevarasiga mehri tushib qolar qaynonammi, hammasi yaxshi bo'lib ketadi deb umid qilibdi. Endi kelin yaxshi yashab ketaman deb niyat qilsa, bu yog'i xo'jayini aynib qolibdi. Oldinginaqa mehribon, yaxshi boladan o'zgarib, butunlay boshqa insonga aylanib, qo'pol, xiyonat qiladigan yigitga aylanibdi. Keyin bilsa, qaynonasi ajratish maqsadida kelinini uydan quritish uchun xuddi o'zi aytgandek o'qitib, kelinini uydan haydatishi, o'g'li bilan munosabatlarni buzishni xohlagan ekan. O'g'lini o'zi xotinidan ko'ngli sovib, mana shu o'qitishlar natijasida ayoli bilan ajrashibdi. O'rtadagi farzand ham ko'zga ko'rinmabdi. Bitta bola tirik yetim bo'lib qolibdi.